Assalomu alaykum do'stlar. Bugun sizni Skandinaviyaning yuragi Stokgolm shahri bilan tanishtirmoqchiman. Stokgolm Shvetsiyaning poytaxti, lekin u oddiy poytaxt emas. Bu shahar tarix, zamonaviylik va tabiat uyg'unligining ajoyib namunasi. 14 tog'ol ustiga qurilgan va 50 dan ortiq ko'prik bilan bog'langan bu go'zal joyni ko'rib, siz o'zingizni go'yoki ertakdagidek his qilasiz. Bu yerda Gamlastan, ya'ni eski shahar joylashgan. Tor ko'chalar, toshli yo'llar, rang-barang binolar, eski qasrlar sizni bir necha asr orqaga olib boradi. Shved qirollik saroyi ham aynan shu yerda. Shaharning eng mashhur muzeylaridan biri Vasa muzeyi. Unda 1600-yillar haqiqiy harbiy kemasi saqlanadi. Dengiz sathidan tortib olib chiqilgan holatgacha. Stokgolm yashash uchun ilhom beradigan joy va men sizga bu shaharni o'z ko'zim bilan ko'rsatmoqchiman. Marhamat, kuzatib boring.